Ko'rib turganinglardek, biz kelgan rumlar tomonidan bosib olinmoqmiz. Bu nima bo'ldi? Nima uchun ko'rsatlangan? Keyin yiqilib ketdim. Damlama suvga tushib ketdi. Bir fuqaro qaror qildi ko'lni tubiga suzishga va tiqinni olib tashlashga. Agar kerak bo'lib qolsa, men tualetda bo'laman. Villager news. Ye, 4-fuqaro, sen tualetda emasmiding? Jan, bu men, 5-fuqaro. Nima, senga ruxsat yo'qmi? Diqqat, tezkor xabarlar. Qishloq oldida katta creeper paydo bo'ldi va u qishloqqa xavf solyapti. Voqea joyidan 9-fuqaro. Rahmat 5-fuqaro. Men creeperni to'g'risidagi qoida turibman va u o'ziga o'xshagan churvoqalarni jorlabdi shekilli. Bu yana yomon xabar emas. Yomon xabar shundaki, Gigan creeperni portlash kuchi 100 mingta TNT portlash kuchiga teng. Diqqat, agarda bu creeper portlab ketadigan bo'lsa, bu dunyoning oxiri bo'ladi. Aynan u bizning qishloq oldida turibdi. Dada, biz hozir qochishimiz kerakmi? Dada? Joning kerak bo'lsa qochib qo'y. Bizga kelishganimizda tarbiyalarni tayyorlayapmiz. Ammo damlamasiz, bu shunchaki vaqtni befoyda ketkazish bilan bir xil. Ammo bizda damlama bor. Buni hech kim ko'rmagan edi. O'g'ayni. Yo'qol, menga tegma. Askarlar, eshitinglar. Bu o'sha damlama. Buni bittalar olishinglar kerak. Gigant creeperning ustiga chiqish kerak, damlamani og'ziga qo'yish kerak va dunyoni qutqarib qolish kerak. Bu vaqtda boshqa askarlar churvoqalarni chalg'itib turish kerak. Bu ishni kim qilmoqchi bo'lsa, bir qadam oldinga chiqsin. Nima? Yo'q. Barakalla askar, damlamani ol. Dunyoning taqdiri seni qo'lingga bog'liq. Qovun churib qo'ymaysan degan umiddaman. Xo'p, mayli. Qani, olg'a. Men ular orasida o'tib ketolmayman. Ular juda ham ko'p. Buni menga qo'yib ber. Qaranglar, axir bu 4-fuqaro-ku. Bu 4-fuqaroning oxirgi ko'rinishi edi. Keyingi qismlarda ko'rishguncha. Bu bizda 4-fuqaro emas. Oy-yo. 4-fuqaroni qo'yibdi. Bizda endi damlama yo'q.
Qaranglar, kimni ko'ryapman? Biz tanishmizmi? Ha, shunaqa. Senda yana damlama bormi? Oh, buni xohlaysanmi? Ammo buni berolmayman, chunki bu oxirgisi. Iltimos. Bu menga juda ham kerak. Unda meni qo'yib yubor. Do'stimni ham. Salom. Men bu yerda 2012-yildan beri turibman. Bu damlamani qayerdan olding? Shoshma. Ana uni kim qo'yib yubordi? Endi meni hech kim to'xtata olmaydi. Damlamani olishga bizga boshqa biror odam kerak. Ammo bu bizni oxirgi imkoniyatimiz. Agar eplay olmasak, hammasi tamom bo'ladi degani. Shuning uchun ham bizga juda ham ishonchli odam kerak. Balki Betmenga aytamiz. Yo'q, u buni xohlamaydi. Qayerdan bilasan? Shunchaki bilaman. Buni ustiga u juda ham katta ish bilan ovora. Juda katta ish bilan. Uchi. To'qqizinchi qora jang maydonidan xabar beryapti. Men bu dunyoni qutqarish uchun tanlanib oldim. Bu ish meni qo'limdan keladi. Men o'zimga juda ham ishonaman. Men bu ishni uddalayman. Men bu gaplarni keyinchalik o'zimga eslab yurish uchun aytyapman. U yerdan uchib o'tolmaydi. Kripperlar unga yer blok otyapti. Bizga havo kuchlari kerak. Qani olg'a. Biz yetay deb qoldik. Ey sen, bilamiding, men vertolyotman. Men ham vertolyotman. Biz ham. Bilaman, bu yerda hammanglar vertolyotning bir qismisizlar. Sen ham, boshqalar ham. Hammamiz emas. Nima? Hammamiz emas. U bizning qishlog'imizga juda ham yaqin. Biz uni orqaga yetarishimiz kerak. Tayyorlaninglar. Nima? Yo'q, unda nima? Komandir, endi biz nima qilamiz? Odamlar, eshtinglar, bizda yangilanish bo'lyapti. Bizga kiyimlar qo'shiladi, hamda arilar ham. Men keyinroq kelaman. Bu ish meni qo'limdan keladi. Men o'zimga juda ham ishonaman. Men bu ishni uddalayman. Men bu gaplarni keyinchalik o'zimga eslab yurish uchun aytyapman.
Bu narsa qayerdan hayolimga keldi bilmayman. Ammo yaxshiyamki bu narsa chindan ham sodir bo'lmadi. Sen buni uddalading 9-fuqaro. Chindan ham uddaladi. Men bunga juda ham ishongan edim. Uni tirik qolishga ham kuchi yetadi. 9-fuqaro qani u? Qayerda u? 9-fuqaro qayerdasan? Nima u halok bo'ldimi? Ehtimol u juda ham yosh edi, ammo bu unga to'sqinlik qilmadi. U Creeperning ustiga chiqdi. Damlama bilan Creeperning ustiga irg'idida hayotimizni saqlab qoldi. Albatta o'z hayoti evaziga. Unday bo'lmadi. To'g'ri, sen haqsan. Bu g'ir jinnilik bo'lardi. Ammo 9-fuqaro u boshqalarga o'xshamas edi. Uni yurishi, qarashi, hamma narsasi umuman boshqacha edi. U qahramon o'zi edi. Ammo biz uni hech qachon unutmaymiz. U endi tillarda doston bo'ladi. U haqida kitob yoziladi albatta. 9-fuqaro qahramon deb. Mayli kim bo'lsa ham meni qornim og'riyapti. Sen hamma yerda gigant pulma borligini eslaysanmi? Bu keyingi qismda bo'ladi-yu. Mayli. Bu narsa o'tib ketib bo'ldi-yu. Ammo hali yutib chiqqani yo'q.